bitta kerak edi qo'limga. Gantel yo'liga xalaqit bergandan keyin sustavlar mana qiynaladi. Shuning uchun oyoqni maksimal yopsak mana amortizatsiya belgi ham uncha travma kelmaydi. Xo'sh. Salom. Bemalol 35 kiloni olaman. Egilib. Mana. Oyog'imni orasini yopib oldim. Da, amortizatsiya, pnevmo podveska ketdik. Здорово. Agar oyog'imni olsam, gantelni yo'liga xalaqit beradi. Charchadimi endi qaranglar. Oxirgisiga shunaqa kuch yig'amiz. Hop. Hoppa. Qo'lga oxirgi mashqimiz bu tomondan ko'rinishiga ishladik-ku, endi mana bu tomondan ko'rinishiga ishlaymiz, ya'ni qalinligiga. Buning uchun katta ves kerak. Katta vesga qo'lni o'rgatish uchun malopaktorka kam bo'lishi kerak. Misol uchun kuchimni tejagan holda 8 tadan ishlab boraman. Ko'p qilish kerak emas, bunda ko'p qilmayman. Qalinligiga-yu, qalinligiga ko'p paktor kerak emas. Bunaqasiga ko'p paktor kerak. Bunaqasiga malotokda unaqa kerak emas. Masalan, mana 45 kilo tayyorlab olaman. Bismillah. Bo'ldi уже maniki mana. 6 ta takrorlasham normal. Okay.